Mana shu narsa menga yoqmaydi. Oyna tozaladimi, tozalamadimi? Nemetskiy dvorniy turibdi. 650 ming so'mlik dvorniy taqib qo'yganman mashinaga, Germaniyani dvorniyiga. Lekin bu yerda dvorniyda ayb yo'q-da. Mana qarang. Oynani smazini qilib xira qilib tashagan. Bundoq yo'lda ko'rganimda ham maza qilib yura olmayman-da. Buni yaqinda polirovka qilishim kerak. 3 yildan beri mana shu oyna polirovkasi bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, mana shu muammodan ko'pchilik qiynaladi. Oynada ko'rinyaptimi sizlarga ham farqi? Mana polirovka qilingan joy bilan qilinmagan joy, dvorniyning izlari, bu yerda ham suv bor, bu yerda ham suv bor. Polirovka qilib bo'lingan. O'zi holat mana bunaqa bo'lyapti. Oynaga yuradi-yu bu mamlakasiga. Mana luft. Eng katta xato mana shunda. Yaxshi artmaslik. Bo'lmasa mana Alka kompaniyaniki. Mana shu Alka Germaniya. Endi luftini qarang. Voy, mana. Umuman luft yo'q. Mana. Qanaqa ko'rsatsam ekan, mana. Xullas, o'shaning uchun sifati haqiqiy Germaniya. Temiri ham og'ir. Mana. Okamlarda mana. Mana. Ovoz beryapti dvorniy, g'artillagan. Xullas, mashina yo'qotib beraman hozir. Tindilar, lekin aka. Ko'ngildaymi, xudo xolasi yoqdimi?